Bugun sizlar bilan o'sha Samarqandda mashhur to'y kabob tayyorlaymiz. Go'shtlarni to'rtburchak qilib shunchalik kattalikda to'g'rab olamiz. Piyozni o'rtacha qalinlikda to'g'rab olamiz. Bitta pomidorni to'rtburchakka mayda qilib qiramiz. Kerakli masalliqlar: ozroq yog', go'sht, bu 1 kilocha chiqadi. 3 ta piyoz to'g'ralgan, pomidor, bitta pomidorni to'rtburchak qilib mayda qilib to'g'radik. Bulg'or, qalampir, pomidor kerak, mayda pomidor. Birinchi yog'ni solamiz. Qizigan yog'da go'shtni yaxshilab qovurib olamiz. Yaxshilab qovurib bo'lgach, piyozlarni solamiz. Endi esa pomidor, qalampirni solib ziravorlardan valdirimiz, tuz, zira va ozroq tuz solamiz. Bitta piyozni ingichka qilib to'g'rab ustiga solamiz. Past qovurda qovurni yopib pishirib olamiz. Ozgincha issiq suv, sovuq emas. Go'sht qotmasligi uchun issiq suv solamiz. Ustini yopib past olovda pishirib olamiz. 1-2 soatda pishadi. Ovqat pishishidan 15 daqiqa, 20 daqiqa oldin pomidorlarni terib chiqamiz.